Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlarga men pedagogika psixologiya fani maqsad vazifalarini va ilmiy tadqiqot metodlarini tushuntirib o'taman. Pedagogika psixologiya fani ta'limda qanday o'z o'rniga ega, bu fan bizga nimalarni beradi? Bu fan ayniqsa texnika oliy ta'lim muassasalarida nima uchun o'tilishi haqida tushuntirib o'taman. Pedagogika psixologiya fani bu o'sha tarixiy fanlarning rivojlanishida juda ko'p bizga ma'lumotlarni beradi. Pedagogika fani asosan pedagogika psixologiya fani bolalarni tarbiyalashda, yetaklashda, dunyoqarashini o'zgartirishda, ta'lim muassasasida juda ko'p o'z o'rniga ega. Pedagogika psixologiya fani o'qituvchilik faoliyatida mana shu texnik yo'nalishda o'qiyotgan talabalarni o'qituvchilik faoliyatida shug'ullanish uchun o'z pedagogik mahoratini oshirishda, didaktik qobiliyatlarini, kreativ ijodkorligini muayyan hosil qilishda bu fan juda ham kerak bo'ladi. Pedagogika fanini qisman maqsad vazifasini gapirib o'tadigan bo'lsak, o'qituvchilik faoliyatidagi o'quv nuqtalari, oratorligi, qobiliyati, so'z erkinlik asosida o'quvchilarni o'sha kompetensiyalarini rivojlantirishda juda ham muhim hisoblanadi. Pedagogika psixologiya fani prezidentimiz qaroriga asosan o'sha texnika oliy ta'lim muassasalarida pedagogik huquqni beruvchi, ya'ni informatika fanidan dars o'tish uchun maktab, kollejlarda, litseylarda o'tish uchun aynan mana shu pedagogika psixologiya fani texnika oliy ta'limlarda o'tish uchun prezidentimiz qaror qabul qilingan. Shu asosda tanlov fani sifatida qabul qilingan. Pedagogika psixologiya fanini ilmiy tadqiqot metodlarini tushuntiradigan bo'lsak, rejamizda pedagogika psixologiya fani bu ilmiy tadqiqot metodlarini talabalarga yetkazishda albatta bu pedagogika psixologiya fanini biz gapirib o'tdik. Endi bu fan qanday metodlar asosida, qanday ilmiy tadqiqotlar asosida isbotlanganligini bu fanni tushuntirishda talabalarga yetkazib, bir 3-4 ta qaysidir metodlardan ilmiy isbotlab ko'rsatib, bugungi kunda zamonaviy pedagogik metodlarni tushuntirib o'tamiz. Ikkinchisi, ilmiy tadqiqot metodlarini talablari. Bugungi kundagi bilamiz, biz bir qator ilmiy tadqiqot metodlari bor. Mana shu metodlarga qo'yilgan talablarni biz bugungi kunda pedagogika psixologiya fani orqali qaysi mavzularga, qaysi seminar, laboratoriya mavzulariga qaysi metodlar tushadi va talabalar bu mavzuni yaxshiroq tushunadi. Shuning uchun biz qaysi mavzuga o'qituvchi o'zi mahoratidan kelib chiqib, mavzularni qanday ilmiy tanlash to'g'risidagi autoriyani o'qituvchi biz bilamiz, o'zi o'qituvchini o'zi qamrab oladi, o'zi boshqaradi. Bir para darsga o'zi autoriyaga rahbar hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchilarga ilmiy tadqiqot metodlarini biz tushuntirib chiqishimiz zarur bo'ladi. Ilmiy tadqiqot metodlarining tavsifini gapiradigan bo'lsak, ularning turlari, tavsiflarini biz ilmiy terminlar ma'nosini tushuntirib chiqamiz va sotsialistik metodlarini biz unga qo'shimcha sifatida o'rgatib berishimiz kerak bo'ladi.